Gadik Tsarukan oddiy hayotdan buyuk cho'qqilargacha ko'tarilgan inson timsoli. U o'zining iroda, mehnat va qat'iyati bilan nafaqat biznes olamida, balki siyosatda ham katta iz qoldirgan shaxs. 1956-yil 25-noyabr kuni Kotak viloyatidagi Arinj qishlog'ida tug'ilgan. Yoshligida iroda, kuch va sport orqali o'zini tarbiyalagan. 1989-yilda Armaniston davlat jismoniy tarbiya institutini tamomladi. 90-yillarda u faqatgina orzu qilmagan, balki harakat qilgan. 90-92-yillarda Armeniya kompaniyasining ijrochi direktori bo'ldi. 95-yilda esa yirik konglomerat Multi Group holdingini yaratdi. Bugun bu holding o'nlab korxonalarni, minglab ishchilarni birlashtiradi. Sportda ham Tsarukan nomi tarixda oltin harflar bilan yozilgan. 96-yilda arm wrestling bo'yicha jahon chempioni, 98-yilda esa Yevropa chempioni bo'ldi. Uning siyosiy maydondagi faoliyati 2003-yilda Armaniston Milliy assambleyasiga deputat etib saylanganidan boshlandi. Oradan 1 yil o'tib, 2004-yilda u yangi siyosiy kuchni yaratdi. Prosperous Armenia partiyasi. Xalqaro sport harakati ham uning nomi bilan bog'liq. 2004-yildan beri Armaniston Milliy olimpiya qo'mitasi raisi. Uning rahbarligida 2008-yil Pekin olimpiadasida arman sportchilari tarixiy yutuqqa erishib, oltin medalni qo'lga kiritdilar. 90-yillar oxiridan boshlab keng ko'lamli xayriya ishlari bilan shug'ullandi. 2003-yilda Tsarukan jamg'armasi rasmiy tashkil qilindi. Bu jamg'arma cherkovlar qurilishidan tortib, maktab va sport inshootlarini qo'llab-quvvatlashgacha bo'lgan yuzlab loyihalarni amalga oshirdi. Gadik Tsarukan bu nafaqat boylik va muvaffaqiyat ramzi, balki xalq bilan yonma-yon yuradigan, kelajakni oldindan ko'ra biladigan, orzularni xalqning orzusiga aylantira oladigan boshqaruv timsolidir.